Jamiyatımızda oila quru ilanışı hakkında türlü fikirler yeri. Ko'plar uni qomut kiyuga tinglay, qo'y birovlar esa yunli narsani burab deb otamiylar deb siylana. Ammo bugun sizni biz oila turmushin Shirdagi jannatga keling o'yishlar turunda. Alsı bilan oyratning ilanishganlarini әле bir генә ел. Alloh qo'shganni o'tab, tuyganlardan saqlanib yashovchi әлеге par ko'plarga o'rnak bo'lirlik. Barысы da yaxshi bo'lishagini ishonib, optimistik qarash bilan shin musulmon oilasi bo'lib yashayorlar. Oilalarında İslam şartları bo'yicha belgili bir tartibga bo'ysunib qurib jibara yoshlar. 1-2,5 yil ilk Alsuning abisi meni qonaqqa kompyuter yasarga chaqirdi. Hem shunda men uning singlisi bilan tanishdim. Biz Ilshad bilan bir maktabda o'qidik. Shunga ko'ra men uni yaxshi bilaydim. Hamda endi singlisi o'shab ketdi. Shundan ozgina qo'y vaqt yozilishib, telefondan aralashib, bir-birimiz bilan endi yaxshiroq tanishdik. Men o'zim Moskvada ishlaydim. Ham shu jay kuni отпускага kelib, bir kunni turdim-da, Alsuni o'zining xotinim itib ko'rasi keldi. Ham abisina borib aytdim, berasingmi singlingni? Anнары biz bordik ularning yurtlarına, Petrashka. Ham endi onda men ata-onasidan Alsuning qo'lini so'radim. Qo'rqdim. Chunki menga antiga vaqtda 20 yoshgina bo'ldi. Men ikkinchi kursni tamomladim gana. Ham ata-onam что не готовы сездым. Hozir bo'lmagan. O'zim anladim, что может рано пока еще, но kuyovga shukurga biladim. Rizalib berdimi shunda? Iya. Ularga vaqt bo'lmadi. Anneni so'ramadilar. Bundan so'radilar. Men перед фактом поставили. Yoshlar turmushining ma'nosin butun oson anglab bitirmaydilar. Ammo oyrat bilan Alsuga qarab bulay deb bo'lmay. Har kim o'z vazifasin, burishini yaxshi bilaydigan oilada ham bir-birsini halol bo'luvdan tam topib yashay. Yigit kishi uchun oiladan da ahamiyatliroq bir narsada yo'q. Xotin qiz uchun da shulay yo'q, chunki tilasa qo'yda yurib, izlab, onda birisi bilan yurib, ikkinchisi bilan yurib, u birinchidan durustda tugul, ikkinchidan ko'p vaqtda kishi o'z baxtini topa olmaydi. Endi agarda biror to'g'ri kelgan kishini ko'rsang, shu oila qurib ketasing-da, endi butun og'irliklarni, butun yaxshi minutlarni birga o'tkazib, u ata-ona uchun da bir baxt, o'zimiz uchun da shunday tinchlik, yuqorida aytilmagan kishi oilada tinchlik topa. Qur'onda da shulay aytilgan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida da shulay kela. Chunki oila qurib u kishiga bek kerakli narsa. Когда я вышла замуж, очень многие мои знакомые, друзья, одногруппники удивились тому, что так рано, куда, зачем, гуляй еще там, зачем тебе это надо. И вот когда мне задавали такие вопросы, я недоумевала от того, что люди, они такие, по идее, для меня это настолько глупый вопрос, потому что я, создав семью, обрела истинное счастье. Да, я понимаю, там, это прикольно, там, гулять, дружить, там, с парнями в кино ходить, там, вместе, но потом же вы разлучаетесь, как-то вы же все равно не вместе, да, и вот то, что вы теперь, я вышла замуж, да, я постоянно с человеком, которого я люблю, и у меня своя семья, и вот это вот счастье, которое меня переполняет изнутри, и оно постоянно со мной. Уразага да яшьләр бергә керәм, сәхәр дә, ифтар да уртак. Гаиләдә икеңдә мөселман булу иманыңны тагы да көчле итә ди гаилә башлыгы. Гаиләдә bütün kişide dinde bulga göre bütün dinni tutuda jingil bola. Çünkü bütün işini birge işleysin, birge turasın, birge hazırlanasın, birge meşitke barıp kilesin. İslam dininde aile Allah Teala rızalığına hem iki dünya baxtına erişerge yardım etmişi tulu bir institut. Yartı yılda to'xtab qolib, dünya meşakkatlarına kömülüp, ko'p vaqt ailenin shin aslı unutula. Birge yaşav ağır sınavga aylanib qala. Bari üstel kitabı Qur'on bo'lgandagina, Rabbimiz bergan o'git nasihatlarini moyak etsakina, shin baxtga erishish mumkin. Yashtishlarim mana shunday tilaklar aytasi kela, oila qurdan qo'rqmasqa kerak. Chunki nikoh o'qitgandan so'ng kishi o'z imonini saqlay. Birinchidan zinadan saqlana,
икенчедән үзенә тынычлык таба, өченчедән кеше шулай яратылган, ул үзенә бер пар эзли. Ә инде үзенә бер пар тапкач, ул тулы бер үз-үзен тулыландыра һәм тагын да көчлерәк